Tak, assalomu alaykum hammaga. Mana uстановканы dodasi biladi. Kim qo'ygan bo'lsa ham. Redaktorga qaraymiz. Agar biz shunaqa qilib qo'ysakmi, bilyat. Tegib turibdi prямо. Mana bu narsa постоянно qimirlab turadi. Bu yerda esa главное давление bor. Bu слишком xato. Shu yerga redaktor qo'yish. Birinchisida bo'lgan kobaltimizni kattada qo'yilgan. Tak qarang. Eng katta muammolari trubka yorilib ketsa, yonishga juda ham xavfli. Yonib ham ketaveradi, nimaga oldida turibdi. Utiskani to'xtatib bo'lmaydi. Tem bo'li egasiga kranni sraz yopish o'rgatilmagan bo'lsa, yopishim ketdi mashina. Ikkinchi masala antifriz bu yoqda o'tgan polniy mashina qimirlayotganda ham tegyapti ham bu yog'iga. O'tib keladigan bo'lsa, bo'ldi, prokladka kuyadi. Vovремя mashinani o'chirib, qaytadan suv quyib haydamasangiz, ko'pchilik mashina o'sha suv oqib ketgandan keyin ham yurib ustaxonaga yetib olay deb haydaydiganlar bor. Bu faqat Monza mashinalarida yurib berishi mumkin. Qolgan mashinalarda bo'ldi, prokladka kuyadi. Galobkani ochasiz. Shuning uchun juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Iloji boricha ishiga javob beradigan sifatliroq, yaxshiroq ustaxonalarda gaz qo'ydiringlar. Ko'pchilik ustaxonalar bugun ochiq, ertaga o'zi yopilib ketgan bo'ladi. Mana keyingi masala undan qo'yishgan, mashina zavod bo'lmayapti, nega kuyib qo'ygan? Ustanovkaga baho beramiz. Bizni ustanovka Nexia qo'yganlarini ko'rgan bo'lsangiz, qanaqa chiqqandi? Buni yozishmi? Tushgan joyga shu tortib qo'yishgan. Молодец. Ish joyida qilaylik. Nexia'miz esa birato'la почти 3 ta miya qo'yishgan. Patriot 2 ta miyani kuygan, 1 ta miya tutab ketgan, ikkinchisiga qo'yganda, oxirgisi qo'yganda, uchinchisida ishlagan, amallab ishlagan. Keyin u bizga keldi. Biz ochdik, forsunkalar ochistiya qilib, mashina zavod qiladigan bo'ldik. Keyin akkumulyator bitta uzdikda, qaytadan tiqib bo'ldi, miya yana kuyib qoldi. Shu uchun menimcha 1 soatdan oshiqroq uni topguncha yurdik. Miyani o'zidan bu yoqda olib tashlab, prямо qo'yganimizdan keyin mashina zavod bo'ldi. Cho'zilib ketgani sababi bizda дополнительно unga miya tiqib ko'rgani yoki miyadan shubha qilishga asosimiz yo'q edi. Nimaga yangi qo'yilgan. Egasi buni eng oxirida aytayapti. Прикольно-da. Shuning uchun tanlovda adashmanglar. Gazmet Pro Service lучше.